Samarqandning sevimli shoirasi Xosiyat Bobomurodivaning Dalalarini kuylatgan ayol kitobi 2018-yil Toshkent O'zbekiston nashriyotida 3000 nusxada chop etilgan. Kitobda Nurobodlik qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Dilorom Yermatova hayoti va ijodi haqida ma'lumot berilgan. Oziq-ovqat sanoati va boshqa sohalar uchun sifatli moy beruvchi soya o'simligini birinchilardan bo'lib mamlakatimiz iqlim sharoitiga moslashtirdi. Barcha viloyatlarda bu o'simlikning 100 dan ortiq navlari ekilib, samarali natijalarga erishilmoqda. Olima tomonidan yaratilgan bug'doyning erta pishar serhosil kelajak navi dehqonlar tomonidan alohida e'tirof etilmoqda. Izlanishlar tufayli dunyoga kelgan uzumrud va qorako'z zaytun navlari davlat reyestriga kiritildi. Zaytunning O'zbekiston tuprog'iga moslashtirar ekan, bu daraxt haqida aytilgan fikrlarni muqaddas kitob Qur'oni Karimdan, hadislardan izlab topdi. Ulug' bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning asarlarini sinchiklab, olim va adabiyotchi, shoir ko'zi bilan qarab, unda tavsiflangan o'simliklarni izlab topdi, hayotga tatbiq qildi. Ilmiy izlanishlar bir tomon bo'lsa, ikkinchi tomondan ilm vaziyat yaratuvchi muallim ekanini unutmadi. Bu borada ham olimona ish olib bordi. Ustozlar faxrini, burchini zimmasiga olgan opa o'zining ustozlarini, ulardan olgan bebaho merosini unutmadi. Ular haqida kitoblar yozdi. Birinchi ustozi otasi Yermat Sadinov, ikkinchi ustozi professor Yevgeniy Gorilov, g'oyaviy ustozi akademik Nikolay Ivanovich Vavilov g'oyalariga sodiq yashadi. Dilorom Yermatova qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor, 50 dan ziyod ilmiy darsliklar va undan ziyod nasriy kitoblarning muallifi. Ushbu kitobda inson uchun eng muqaddas tuyg'u vatan tuyg'usi ekanligi, ildizlari, hayoti, kelajagi, orzu-yu armonlari peshonasidagi bitta bo'lgan vatanga bog'liqligi haqida fikr yuritilgan. Bu kitob ilm yo'lini tanlagan, nainki ilm hayotda o'z o'rnini topish orzusidagi barcha yoshlar uchun ibrat namunasi bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.